Diqqat, srochni shu musofirlar kutgan xabar. Ya'niki o'sha Zuhriddin prezident qarorini bizga ko'rsating. Biz dokumentsizlar ikkilanib qoldik. Ertadan, ya'ni o'sha 1-maydan deport qilib yuboradimi bizni yoki bizni 10-sentyabrgacha yana vaqtimiz bormi deganlar uchun bemalol bugungi chislo bilan bugun 28-aprel bo'lsa, 29-aprel bo'lsa, bugungi chislo, bugungi sana bilan bemalol sizlar 10-sentyabrgacha bemalol dokument qila olmagan bo'lsangiz, endi dokumentga bemalol topshirib, dokumentlarni olsanglar bo'laveradi. Mana katta qilib ukaz qo'yib qo'ydim, ya'ni prezident qarorini. Bemalol musofirda yuradigan aka-opa-singlarimizga shu videoni birdananglar like bosib qo'ysanglar, shu video tarqaladi. Ko'pchilik odam ko'radi o'sha dokumentsiz yurganlar. Ba'zi bir akalarimiz, opalarimiz aldab o'sha 1-maydan deport qilar ekan degan vahimali gaplarni uyga yetkazishmaydi. Endi uydagilarni ham telefon qilib, xavotirga qo'ymasdan, telefon qilib, ko'ngillarini xotirjam qilib, shunaqa 10-sentyabrgacha cho'zilibdi. Bu yog'i Xudo xolasa Allohga tavakkal qilib dokumentlarni joyiga qo'ya olamiz deb, kayfiyat ko'tarib, ishni kelgan joydan davom ettiraverasizlar. Musofirda yurgan aka-opa singilamiz. Bu kayfiyatni ko'tarish uchun edi. Xudo xolasa Zuhriddin musofir kanalidan uzoqlashmanglar. Bugun kechga inshaalloh zo'r ish chiqadi. Albatta bizni kuzatishda davom etinglar. Men bu xabarni kechroq aytishdan ko'ra ertaroq sraz yetkazgim keldi. Shuning uchun qisqagina video qilib joylab qo'ydim. Demak, mana shu xabarni maksimal tarqataverasizlar. Albatta kechga sizlar bilan yangi ish o'rinlari bilan birgalikda ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bilan har doimdek Zuhriddin musofir bo'ldi. Ha, aytgancha, Zuhriddin siz Namanganliksiz. Namanganda eng yirik sohalardan biri bo'lgan darvoza sohasida eng malakali ustalardan bormi Zuhriddin deganlarga, ha, bizda mana endi darvoza xizmati eng qulay va sifatli, arzon narxlarda yetkazib, o'rnatib berish hamma xizmatlari mutlaqo tekin. Albatta butun O'zbekiston viloyati bo'yicha 12 ta viloyatga yetkazib beriladi. Albatta narxlari kelishilgan holatda. Kimga shunaqa arzon va sifatli darvoza xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi ekrandagi raqamlarimizga hoziroq aloqaga chiqinglar.